Bu yog'i katta ehtimol bilan oson bo'ladi. Agar men barchasini boshdan boshlashimga to'g'ri kelib qolsa, men nima qilardim? Men ikkita asosiy yo'lni amalga oshirardim. Birinchisi, men обязательно sotuvchi bo'lib qayergadir ishga joylashardim. Men o'zi targovый представитель, ya'ni agent bo'lib ishlaganman, zakazlar yig'ardim. Sok, suv va hokazolarni sotardim. Va bu narsa menga juda ham katta ko'nikma bergan. Odamlar bilan gaplashishda, odamlar manipulyatsiya qilishda, o'zim fikrimni o'tkazishda va hokazo. Shuni hisobiga birinchi qiladigan ishim, agar mabodo qaror mo'jiza bo'lib, hamma narsa nolga tushib, orqaga qaytib qoladigan bo'lsa, men sotuvchi bo'lib ishga kiraman. Va kamida 1 yil sotuvda ishlayman. Imkon qadar 1 yil yoki undan ko'proq sotuvda ishlayman. Ikkinchi qiladigan ishim, mabodo biznes qilmoqchi bo'lsam keyinchalik, men o'zimni qilmoqchi bo'lgan biznesimni o'sha qilib bo'lgan insonni topaman va uni kompaniyasiga kimdir bo'lib ishga kiraman. Ichidan modelni ko'rish uchun, ya'ni o'g'irlash uchun ideya. Kirib, ko'rib, hamma narsani o'rganib, undan so'ng sotuv skillim zo'r, men sota olaman, qanaqadir investor jalb qila olaman, kimdir ishontira olaman va undan tashqari men qurmoqchi bo'lgan biznesni modelni ichidan zo'r bo'laman. Bu yog'i katta ehtimol bilan oson bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Пока-пока.